10 kun ichida ingliz tilida gapirishni o'rganish deb nomlangan video darslar seriyasining 7-qismidasiz. Bu darsda ingliz tilidagi so'z yasovchi qo'shimchalarni o'rganish orqali so'z boyligingizni qisqa vaqt ichida bir necha barobarga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Rus tili ingliz tiliga ko'p jihatdan yaqin til bo'lganligi sababli rus tilidagi ko'pgina so'zlarning ingliz tilida aytilishi va ma'nosi deyarli bir xil. O'zbekiston hududida rus tili davlat tilidan keyingi o'rinda eng ko'p so'zlovchilarga ega bo'lgan til hisoblanadi. Rus tilini mukammal darajada biluvchi kishilar ingliz tilini tezroq va osonroq o'rganish ustunligiga ega hisoblanishadi. Hozir sizda mavjud bo'lgan rus tiliga oid bilimingizni ishga solgan holda ingliz tilidagi so'z boyligingizni bir necha barobar oshirishingiz mumkin. Buni rus tilidagi ot yasovchi qo'shimchalarni ingliz tiliga tarjima qilish orqali amalga oshiramiz. Rus tilida oxiri tsiya qo'shimchasi bilan tugaydigan so'zlar juda ko'p. Bu qo'shimchani ingliz tilidagi shin qo'shimchasiga o'zgartirsak, talaffuzi deyarli bir xil bo'lgan ingliz tilidagi so'z hosil bo'ladi. Masalan, informatsiya, information, organizatsiya, organization, innovatsiya, innovation, globalizatsiya, globalization. Bundan tashqari, rus tilidagi siya qo'shimchasi bilan tugaydigan so'zlarni ingliz tilidagi shin deb talaffuz qilinadigan mana bu qo'shimchaga o'zgartirish orqali shu so'z ma'nosini berish mumkin. Masalan, professiya, profession, sessiya, session, pensiya, pension, kompressiya, compression. Ingliz tilidagi ba'zi kasb yoki uskuna nomini yasovchi qo'shimchalarni fe'llarga qo'shish orqali so'z boyligingizni ancha kengaytirishingiz mumkin. Bu asosan er va or qo'shimchalardir. Ular fe'llarga qo'shilib kasb yoki uskuna nomini yasaydi. Masalan, teach o'rgatmoq, teacher o'qituvchi, swim suzmoq, swimmer suzuvchi, play o'ynamoq, player o'yinchi, work ishlamoq, worker ishchi, process amalga oshirmoq, processor amalga oshirish uskunasi, connect ulamoq, connector ulash uskunasi, locate joylashuvni aniqlamoq, locator joylashuvni aniqlash uskunasi, operate boshqarmoq, operator boshqaruvchi. Sizga ma'lumki, kishining qaysidir kasbga taalluqli ekanligini aytish uchun ingliz tilida to be fe'li ishlatiladi. Bilasizki, to be fe'lining shakllari o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinmaydi, ammo gaplarda bo'lmoq degan ma'noni anglatadi. To be fe'li ishtirokidagi kishining qaysidir kasbga aloqador ekanligini ifodalovchi gaplarga bir nechta misollarni ko'rib o'tamiz. E'tibor bering, bu gaplarda to be fe'lining shakli o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri so'z sifatida tarjima qilinmaydi. I am a teacher. Men o'qituvchiman. She is a swimmer. U suzuvchi. They are players. Ular o'yinchilar. He was a driver. U haydovchi edi. Ingliz tilida keng foydalaniladigan qo'shimchalardan yana ikkitasi o'zbek tiliga lik, siz qo'shimchalari shaklida tarjima qilinuvchi nes va less qo'shimchalarini ko'rib o'tamiz. Nes qo'shimchasi o'zbek tiliga lik tarzida tarjima qilinadi. Bu qo'shimcha sifatdan mavhum ot yasash uchun ishlatiladi. Masalan, dark qorong'u, darkness qorong'ulik, happy baxtli, happiness baxt, clean toza, cleanness tozalik, wild yovvoyi, wildness yovvoyilik. Less qo'shimchasi esa o'zbek tiliga siz deb tarjima qilinadi. Bu qo'shimcha ingliz tilidagi otlarga qo'shilib,
ushbu otning mavjud emasligini anglatadi. Masalan, clue tushuncha, clueless tushunchasiz. Pain og'riq, painless og'riqsiz. End nihoya, endless cheksiz. Taste ta'm, tasteless ta'msiz. Bugungi darsimiz to'liqligicha ingliz tilidagi so'z boyligingizni oshirishga qaratilganligi hamda dars davomida yodlashingiz juda muhim bo'lgan yangi so'zlarning ko'pligini hisobga olgan holda bugungi dars uchun uyga vazifa sifatida mustaqil ravishda rus tilidagi tsiya va siya qo'shimchalari bilan tugaydigan so'zlarni topish hamda ularning ingliz tilida aytilishini mashq qilish topshirig'i beriladi. Ingliz tilida qancha ko'p so'z bilsangiz, fikringizni shuncha keng bayon etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ingliz tilidagi yangi so'zlarni tez va oson yodlashning eng samarali usullari haqida bond.uz saytida bilib olishingiz mumkin.